Lazerni shlifovka muolajasini qildirganimga 2 hafta bo'ldi va bu haqida video olganimda videoyimning tagida juda ham ko'p kommentariyalar bo'ldi va undan tashqari direktimga juda ham ko'p savollar keldi. Shularga javob beramiz. Lazerli shlifovkadan keyin yuzim dog' bo'lib qolgan 2 oy bo'ldi, hali ham ketmayapti. Shlifovka qildirganimdan pushaymonman. Lazerli shlifovka faqat kuz va qish sezonlarida qilinadi, chunki yoz va bahorda qilinsa yuzga dog' tushadi. Nimaga? Chunki quyosh charaqlab turadi-ku, конечно, dog' tushadi. SPF sursanglar ham tushishi mumkin, chunki SPF ham 100% himoya qila olmaydi yuzni. Shuning uchun qishda va kuzda qilinadi. Agar sizning yuzingiz pigmentli dog'larga moyil yuz bo'lsa, qishda ham, kuzda ham qildirsangiz dog' tushishi mumkin. Shuning uchun vrach bilan maslahatlashib qilinadi. Kimda va qancha so'mga qildirganingiz haqida ham video oling. Men K-Medieval klinikasida qildirdim. Vrachim Dilepa. Ular shunchaki kosmetologman, ham kosmetolog, ham oliy ma'lumotli xirurg. SO2 men ham qildim. Opa, qo'rqmasdan qildiravering. Rezultati zo'r. Inshaalloh menda уже 2 martada rezultat bilinyapti, kichkina bo'lsa-da. Rostdan ham shunaqa. Men bir marta qildirdim, menda уже bilinyapti. Bu do, bu posli 2 hafta bo'ldi qildirayotganimga. Shramlarim yo'q bo'lib ketgani yo'q, lekin ancha ko'tarilgan. Menda ham shunaqa yuzim, lekin lazer qildirishga qo'rqaman. Sizda shishlar bo'lmadimi? Birinchi kun atyok bo'ldi, sal og'riqlar bo'ldi va ertasi kuni уже bu narsalar o'tib ketdi. Men lazer qilingandan keyin teri shilinib tushsa kerak deb o'ylabman, chunki bitta qizda shunaqa bo'lgan. To'g'risi men ham shunaqa deb o'ylagandim, lekin yo'q. Xuddi terim shilinib tushgandek bo'ldi, lekin boshqalarga qaraganda unaqa ужасный holatga kelmadi. Balki bu lazer turiga bog'liqdir. Endi yuzingiz чувствительный bo'lib qoladi. Doim tinchlantiruvchi kremlarga muhtoj bo'lib qolasiz. Har kuni ham yuzimga uhod qilishga ulgurmayman, lekin SPF krem har kuni surib yuraman va boshqa kremlar surmagan paytim yuzim unaqa qizarib yoki qanaqadir narsalar toshib ketayotgani yo'q. Bu желтый pilingdan kuchliroqmi shunda? Ancha-muncha kuchli qizlar. Даже solishtirmasanglar ham bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar. Hamma savollarga javob berdim degan umiddaman. Agar sizning yana savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing, javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xayr.